Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga yangi O'zbekiston turar joy majmuasi haqida ma'lumot berib o'taman. Ya'ni uning joylashuvi, afzalliklari va nega aynan bu loyihadan xonadon xarid qilishingiz kerakligi haqida tushuntirib o'taman. Yangi O'zbekiston turar joy majmuasi Toshkent shahrining 2-markazida, ekologik toza hududda joylashgan. Bu shahar shovqinidan uzoqroq va infratuzilmasi rivojlanib borayotgan hududni istayotganlar uchun ideal joy. Majmua yaqinida yashil bog'lar, golf maydonlari, KX ko'rgazmalar zali, Akfa universiteti va Yangi O'zbekiston bog'i joylashgan. Yangi O'zbekiston turar joy majmuasi biznes klassdagi loyiha hisoblanadi. Majmua 4 va 5 qavatli bloklardan iborat bo'lib, zamonaviylik va milliylikni uyg'unlashuvi hisoblanadi. Majmuamizning asosiy afzalliklari: ya'ni loyiha ekologik toza hududda joylashgan va shu bilan bir qatorda -1-qavatda o'z parkovkalariga ega. Ya'ni siz parkovka qo'yish uchun endi ortiqcha asabiylashingiz shart emas. Bolalar maydonchasi va 24 ga 7 qo'riqlash tizimiga ega loyiha hisoblanadi. Keling bu loyihamiz aynan kimlar uchun mos kelishini ko'rib chiqamiz. Yashash uchun majmuamiz 4 blokdan iborat bo'lib, atiga 192 ta xonadonni o'z ichiga oladi. Ya'ni oilangiz bilan osoyishta hayot kechirishingiz mumkin. Investitsiya uchun buni ham bir nechta turlarga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, loyihamiz juda ham tez fursatlarda qurib bitkazilyapti. Ya'ni tikkan pulingiz tez o'zingizga qaytadi. Ikkinchisi, loyihamiz yaxshi infratuzilmaga ega bo'lganligi sababli qurib bitkazilgandan so'ng kamida 2 yoki 3 barobar qimmatrog'iga sotish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ko'plab mijozlarimizni qiziqtirgan savol: aynan Yangi O'zbekiston turar joy majmuasi qanday qurilish materiallaridan qurib bitkaziladi? Majmua monolit konstruksiyaga ega bo'lib, 350 markali beton va 500 markali armaturadan foydalanamiz. Ichki devorlarimizda esa M600 markali gazoblok ishlatamiz. Oynalarimiz esa metaplastik va 4 kamerali profillardan iborat. Fasad qismi esa keramik rang toshlar bilan qoplangan va dekorativ panellar bilan ishlov berilgan. Endi sizda hali ham bizni tanlashga ikkilanish bo'layotgan bo'lsa, buning sabablarini keltirib o'taman. Halollik va ishonch. Barcha hujjatlar qonuniy va aniq. Yuqori sifat, zamonaviy texnologiyalar va ishonchli materiallardan foydalanamiz. Mijozga e'tibor, biz sizni barcha savollaringizga javob beramiz va qurilishimizda bo'layotgan o'zgarishlar haqida doimiy ma'lumotlar berib o'tamiz. Qo'shimcha xizmatlar, sizga mos to'lov shartlari va qulay muddatli to'lovni taklif qilamiz. Bugun sizga Yangi O'zbekiston turar joy majmuasi haqida ma'lumot berib o'tdik. Bu yerdan nafaqat xonadon sotib olasiz, balki yorqin kelajagingizni ta'minlaysiz. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.